Al-Nasr Ronaldoni sotishga tayyor. Saudiya Arabistonining mashhur klubi Al-Nasr rahbariyati mamlakat professional ligasining eng taniqli yulduzlaridan biri Krishtianu Ronaldu bilan xayrlashish masalasini ko'rib chiqmoqda. Manbalarga ko'ra, klub mutasaddilari jahon futbol tarixida eng ko'p gol urgan futbolchilardan biri hisoblangan Ronalduni Angliya klublariga taklif qilib, uning transfer narxini 400 million funt sterling atrofida belgilagan. Top Skills nashri xabar berishicha, Premier Liga jamoalaridan 3tasi bu taklifga zudlik bilan rad javobini bergan. Shunga qaramay, Al-Nasr rahbariyati portugaliyalik yulduz uchun yangi jamoa topish bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda. Ayni paytda Ronaldoni transfer qilish g'oyasiga Lissabonning Sporting klubi jiddiy qiziqish bildirayotgani aytilmoqda. Qayd etish joiz, Krishtianu Ronaldu aynan shu jamoada professional faoliyatini boshlagan. Ma'lumot uchun, Ronaldu 2022-yil 30-dekabr kuni erkin agent sifatida Al-Nasr bilan rasman shartnoma imzolagan. 2025-yil iyun oyida esa uning shartnomasi 2027-yilning yarmigacha uzaytirilgan edi. Ochiq manbalarda keltirilishicha, portugaliyalik super yulduz ayni paytda sport tarixidagi eng yuqori maosh egalari qatorida turadi. Uning umumiy daromadi tijorat bonuslari bilan birga shartnoma muddati davomida 400 million AQSh dollaridan oshib ketishi aytilmoqda.